Moskvadan O'zbekistonga reysiy avtobus xizmatlari. Avtobuslarimiz komfort, hamma sharoiti bor. Qiziqqan insonlarga avtovokzaldan primoy reyslar bilan biletlar asosida ketmoqchi bo'lsanglar, telefon qila olasizlar. 50-60 kilo yuklar besplatni, mutlaqo besplatni ketsa bo'ladi do'stlar. Telefon qilib kelinglar, ekranga ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Mana aka-ukalar joylab hamma yo'lda yo'lga chiqib ketyapti. Telefon qilib kela olasizlar. O'zbekiston nomeridagi avtobuslar Moskvadan primoy reyslari bilan Toshkentga qarab yo'l olyapti. Telefon qilib kelasizlar, avtovokzaldan primoy reyslarimiz bo'ladi. Po biletu po mestam, tanlovda tashib qolmanglar. Ishonchli nomerlar, rossiyskiy O'zbekiston nomerlarini qo'yib qo'yamiz. WhatsApp, Telegram, Max hammasi ishlaydi do'stlar. Telefon qilasizlar, batafsil tushuntirib o'tamiz do'stlar. Avtobuslarimiz komfort, cho'tka avtobuslar. Tanlovda tashib qolmanglar. Bitta like bosib, podpiska bosib, podдержкада bo'lasizlar degan umiddamiz. Mana. Kimga qanaqa savoli bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar ham, kommentlarda ham javob beramiz. Reysiy davlat tomonidan qo'yilgan avtobus xizmatlari.